Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xonanda Farruh Hamroyev ham jarimaga tortildi. Xonanda Farruh Hamroyev shoirning she'ridan ruxsatsiz foydalangani uchun jarimaga tortildi. Bu haqida Adliya vazirligi axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda farg'onalik shoir Ismoiljon Babayevga tegishli Ona yuring hajga boramiz nomli she'ridan muallifning ruxsatsiz foydalangan. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi bilan bayonnoma rasmiylashtirilib, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudiga yuborilgan. Sudda xonanda qonunni buzgani aniqlanib, unga ayblangan moddasi bo'yicha jarima jazosini tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, muallif huquqbuzardan bazaviy hisoblashning 20 baravardan 1000 baravargacha tovon puli talab qilishga haqli hisoblanadi.